Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Xo'sh, qo'ralarimiz. Mana shu qo'ralarimizga mana 4 dona mana belgilari yopilgan. Qo'ramizga 4 dona qo'zilarimizni qo'yib qo'yamiz. Tagiga e'tibor bersalaringiz, tagi shitda, ya'ni nam bo'lib turibdi. Mana ikkitaga ana ahvol. Xo'sh, biz buni oldini olish maqsadiga mana shunaqangi yo'lni topdik. Xullas, mana tagiga e'tibor bersangiz, tagi hamma joyi ishda bo'layapti. Echkilarimiz esa bo'g'iz, butirishga shamollab qoladi. Shu shamollashlarni oldini olish maqsadida biz ham mana shunaqangi tagiga narsa qo'yishga qaror qildik. Ya'ni buni oldini olmoqchi bo'lamiz mana. Bular hozir bir tekis bo'lib yotadi kechki paytga. Xo'sh, mana bunga ham qo'yamiz. Hozir esa mana ikkita kunda keltirib qo'ydik. Oldingi videolarga ham ko'ringan bo'lishi mumkin. Buni ikkalasini bir xil qilib qo'ysak, taxta topilmaganning hisobiga mana hech bo'lmaganda bittasi namdan ko'tarilib turadi. Xo'sh, tagi nam bo'lganning hisobiga sovqotishlar yoki shamollashlarni olib kelishi mumkin. Biz mana shu narsani oldini olmoqchi bo'ldik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Hammaga rahmat. Kommentariy yozish, o'z fikrlaringizni bildirish esdan chiqib qolmasin. Yana qanaqangi holatlarda buni tagini quritish imkoni bor. Sizlar maslahat bersangiz, o'shanga qarab yanada tagini takomillashtirib, sovuq o'tmaykon qilishga harakat qilamiz. Oldindan hammalaringizga rahmat. Salomat bo'ling.